Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Dasturimizni ajoyib yangilik bilan boshlaymiz. Taniqli xonanda, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Rashid Xoliqov yana bir bora bobo bo'ldi. Bu haqda u o'z Instagram sahifasida ma'lum qildi. Rashid Xoliqovning to'ng'ich o'g'li xonanda Sanjar Xoliqov ikkinchi marotaba ota bo'lgan. Bilasiz, Sanjar Xoliqov ham bir nechta qo'shiqlari bilan muxlislarining qalbidan chuqur joy egallagan edi. Rashid Xoliqovning o'g'li Sanjar Xoliqov ikkinchi marotaba ota bo'ldi. Uning birinchi farzandi ham o'g'il edi. Biz esa kanalimiz nomidan Rashid Xoliqovning bobo bo'lgani bilan, Sanjar Xoliqovning esa ota bo'lgani bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Rashid Xoliqovning ushbu 4-nabirasi ham o'g'il. Hozirgi kunda Rashid Xoliqovning 4 ta o'g'ili nabirasi bor. Chaqaloq bobosi va ota-onalari orzu qilgandek solih yigit bo'lib voyaga yetishini tilab qolamiz. Kanalimizni kuzating va yulduzlar hayotidagi eng so'nggi yangiliklardan xabardor bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat.